Filler kerak, joyi bor fillerlarni. No, yosh qizchalarga, normalniy yuzlarga yuzni o'zgartirish uchun emas. O'zi filler minus tkani bo'lgan joyda ishlatilishi kerak. Lekin prям полностью o'zgartirib yuborish uchun emas-da. Bizda mana hozir qizlarni qarang, o'zgarib ketgan-ku. Неестественный-ku, unaqa yaralmaganmiz-ku. Popaga, ko'kragiga вообще gel qo'ydirish yaxshi emas. Просто если не дай bog qaysidir bezlaringiz aktivni nimalardir bo'lib ketsa, gelni qidirib olasizlarmi yoki oilni qidirib olasizlarmi? Вообще o'zi ko'krak beziga tegish mumkin emas-da. O'zi nozik joyda. Mana trenirovkaga 1 yil o'zimga srok berganimda chotki men xohlaganchalik, например, sportivniy siluet qilgan. O'stirsa bo'ladi-yu mышцаlarni. Zato u sizga zarar bermaydi. Как это chiqarsa bo'lmaydi? Hozir hamma dangasa yengil yo'lga, yengil pul topgisi keladi. Hamma narsa yengil. Bo'lmaydi-ku unaqa yengil.